Salam aziz qarindoshlar. Bugun retseptim salonimizda qarindoshlarimizga uxlashdan burun iste'mol qilib bergan chaqda badandagi mayni serib, o'ruqultish unumi intayin yaxshi bo'lgan, badandagi zaharni haydaydigan bir qancha isil yemeklikni tunishtirib o'tamiz. Mushu o'ruqlasam bo'ldi deydigan qarindoshlarimiz cho'qqum esingizda bo'lsin. Kechki tomoqni siz uxlaydigan uxlash vaqtingizdan 3 soat, 4 soat burun yeb bo'lishingiz kerak. Kechki tomoqqa mayliq tomoqlarni, issiqlik miqdori yuqori yemeklarni qat'iy yemasligimiz kerak. Hamda qaysi yemeklarni yeb bergan chaqda o'ruqultishga foydasi bor degan chaqda birinchisi asal. Uxlashdan 1 soat burun bir qo'shiq asalni bir chini ilmon qaynoq suvda eritib ichgan chaqda musha asalning tarkibidagi may kislotalari oshqozon bilan o'chayning lo'mildishini ilgari surdi. Badandagi toksinni haydab qavziyatni yaxshilaydi. Asalning tarkibidagi mushu tatli qanit miqdori boshqa yasalma yemeklarningki o'xshash badanga mayub yig'ilmaydi qarindoshlar. Asalning issiqlik miqdori tuvan, hazmni yaxshilab o'ruqlashga intayin foydasi bor qarindoshlar. Ikkinchisi bo'lsa sut qarindoshlar. Uxlashdan burun sut ichmasak uyquni yaxshilaydiganini jiq qarindoshlarimiz bildi. Mushu uxlashdan 1 soat burun bir chini ilmon sutni ichib bergan chaqda badanni o'ruqultish unumi intayin yaxshi qarindoshlar. Mushu kalsiyning sumirilishini ilgari surib, badandagi ortiq maylarning yig'ilib olishining oldini oldi. Anoniki mushu sutning ko'p qismi oqsildan tarkib topgan qarindoshlar. Kechicha badanni energiya bilan ta'minlab, kechicha qursoq ichkitishning oldini oldi qarindoshlar. Atisi mag'dursiz, ruhsiz bo'lishning oldini oldi. Üçüncüsü bo'lsa mushu sulu yarmisi qarindoshlar. Sulu yarmisining tarkibida ko'p miqdorda oziqlik talolar bor qarindoshlar. Odam badaniga xolesterin ko'plab yig'il qolgan chaqda anondan keyin badan samiriydi qarindoshlar. Mushu sulu yarmisi tarkibidagi oziqlik talosi odam badanidagi xolesterinni o'ziga sumirib, badanning sirtiga chiqarib tashlashga yordam beradi qarindoshlar. Mushu sulu yarmisidagi foydali tarkiblar mo'l, yog' bilan qanit miqdori intayin tuvan qarindoshlar. Hazmni yaxshilab badan o'ruqultishga unumi intayin yaxshi. To'rtinchisi bo'lsa mushu o'rik meg'izi qarindoshlar. O'rik meg'izining tarkibida mo'l miqdorda oqsil, karotin, vitamin B, kalsiy, fosfor qatorliq odam badaniga foydali elementlar intayin mo'l qarindoshlar. Mushu uxlashdan burun 10 tal yoki 7-8 tal o'rik meg'izini 10 minut suvga qo'yib iste'mol qilib bergan chaqda mushu o'rik meg'izi tarkibidagi tuyulmagan yog' kislotasi badandagi xolesterinni azaytib, badandagi mayni parchalashga yordam beradi qarindoshlar. Mushu sog'lom o'ruqlasak bo'ldi deydigan qarindoshlar bo'lsa, mushu har xil o'ruqultish yemekliklarini yemagan asosda o'ruqultish dorilarini iste'mol qilmagan asosda o'ruqilsam bo'ldi deydigan qarindoshlar 1 oylik bilan 2 oylik planni tuzab, mushu yemeklarni yeb berish orqali badandagi mayni serib o'ruqlash unumiga yetkazib bo'ldi qarindoshlar. Hech qancha